Yashnobod tumani Asalobod mahallada navbatdagi uyimizga keldik. Bu uyimizda 2 sotuv, 6 xona, 3 ta sanuzil. Ko'rishingiz mumkin uy mana fasad ko'rinishi. Bu yerda mana bemalol bitta mashina sig'adi. Darvoza avtomat ochilib yopiladigan. Bu yerda mana zonaga joy qoldirilgan. Hozir uy ichini obzorga beraman. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Bu yerda mana bizga kirishimiz. Bu yerda bizda hol, televizor qo'yib, divanlar qo'ysa bo'ladi. Bu yerda bizda oshxona. Shunaqa katta oyna qo'yilgan. Mebellarni shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Kuxnya mebellarni. Bu yerda bizda sanuzil. Ko'rayotgan bo'lsangiz sanuzillar bittaga. Bu yerda bizda zal. Bemalol kattagina stol qo'yib mehmon kutsa bo'ladi. Bu yerda bizda orqada havo aylanish uchun joy qoldirilgan. Bu yerda yana bitta xonamiz bizda. Shunaqa chiroyli kartinkalar ilib qo'yishgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, xohlasanglar bu yerda televizor qo'yib, divanlar qo'yib, kinoteatrni zal qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bizlar kotelnik. Kotelnikimizdan kattaga. Bu yerda ikkinchi etajimizda ko'rinishi. Mana shunaqa chiroyli lustrali qo'yishgan. Bu yerda bitta xona. Bu yerda yana bitta xonamizda. Sanuzil. Güzel pahalı bu yana. Muhtemelen bizlere kichkina balkonchik qo'yiladi. Katta xonamizda bizda sanuzil. Bizda bu uyimizga 215 ming so'raymiz.